Assalomu alaykum do'stlar. Sularimizni artamiz. Chunki hozir havo salqinlashib qoldi. Kam cho'mildiramiz. Shuning uchun artish kerak. Ular nafasni bargidan oladi. Qancha bargi toza bo'lsa, yaxshi nafas oladi. Bu qo'shqicha gul. Mana nishlab bargchalar qilyapti. Bu aglanima. Mana bu singonim. Berilmini. Bu shufleram. Bu ham singonim. Kattaroq bargligi. Nimalar barg qilyapti. Bu ham yangi barglar chiqaryapti. Bu nima? Bugunvili. Bunisi nima? Zamekukas, mana riyo guli va miyata guli. Bunisi sindapsus ekan. Sindapsus otlari esimga chiqdi. Sindapsus, unisi ayol baxti guli. Bu fikus. Manamisi ham fikus. Endi o'zi gullamaydi, tashiyman shunday o'tirdim. Yo'q, mana barg qildi, yangi barg qildi. Tana qilyapti gullaridan. Yuqori cho'p bo'lib qoluvdi, tashlamoqchi edim. Mana ishlayapti. Bunisi kaktus, aloylarim. Kaktusni bolalari juda ko'p. Mana bular ham o'sha kaktusni bolalari. Mana bu yoqda yana mana shu kaktusni bolalari. Bu cho'zilib ketayotgan gul. Bular aloylarim. Mana bu denijniy derevo. Sansevieria. Pasta nima? Mana bu пестролесный shuflera. Bunisi aptinia, svetoshi. Bu jasmin. Gullaydi bu. Bunisi Diefenbachi, green magic. Bu nimani qizili. Zamekukas. Bu shuflera. Mana bu to'kka qo'yganman nasib bolachasini qani nima bo'lar ekan deb. Shufleram shu bilan shu gullarim emas.